Assalomu alaykum O'zbekistonlik yurtdoshlar. Mana uy sotilar ekan, shuni bir ko'rsatay deb keldim. 5 xonali katta uy. Adres O'rta-Chirchiq rayoni, Uchqo'z Kirov. Sharaf Rashidov ko'chasi 61-uy ekan. Mana umumiy maydon bu yerda 19 sotik ekan. 19 sotik yerning 4 sotigiga mana ko'rinib turibdi, teplitsa qurilgan. Gaz, svet, vodoprovod hamma narsa bor, sharoit zo'r. Главный ariqda suvi VIP ekan bu yerda. Vosh o'chmas ekan. Главный shu, mana 4 sotik. Parni ko'rinib turibdi mana. Tagiga ekin ekkan. Mana endi bog' endi sal kichikroq, to'g'risini aytganda, lekin maydon katta mana. 19 sotik. Maydon katta. Wi-Fi nari ko'chadan o'tgan ekan, uni tortib kelsa bo'lar ekan Wi-Fi'da. Lekin gaz, tok, suv, vodoprovod hamma narsa cho'tki bu yerda. Mana umumiy maydon bunaqasi uzoqdan ko'rsatib qo'yishi mumkin. Mana xohlagan odam bu yerdan qayta stroyka qilsa ham bo'laveradi. Stroykaga keng joy bor, territoriya katta. Mana uyning ko'rinishi. Hozir men yonidan ham ko'rsataman. Lekin endi xaridor bo'lib qolsa, o'zi ichiga kirib ko'rib oladi o'zi. Ichini ko'rsatish bizga endi shart emas. Bu mana bu hammom ekan. Buni ham endi ichiga kirib ko'rsatish shart emas, bu hammom. Mana bu molxona. Bu molxona. Mana. Ana molxona mana. Katta molxona. Nechta mol ketishini endi bilmadim. Kelgandan keyin ko'rsanglar bo'ladi o'zlaring. Nechta mol ketadi, nechta qo'y ketadi. Qo'y ham boqyapti ekan bu. Mana parnikning bu yoqdan ko'rinishi. Xudo xolasa, kimdir qiziqqan bo'lsa, kimgadir uy kerak bo'lsa, bemalol kelib ko'rishi mumkin. 19 sotik общий maydon, 4 sotik parnik. Kadastri tayyor ekan. Bu sotiladi. Telefon nomerini xudo xolasa o'zim qo'yib qo'yaman telefon nomerini.